Salomlar, sizlar bilan men yana o'sha Felix va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, sizlarga judayam yaxshi xabarim bor. Men endi eski uyimdan ko'chdim, ya'ni qishlog'imizda yangi qaror chiqdi. Ya'ni jitallar ko'payib ketdi judayam. Uylarga sig'may ketishgani uchun ikkita kuzisani bekitishdi va orqamda katta dona turgan binoga o'yinchilarni ko'chirishdi. Endi esa biz mana shu binoda hayotimizni kechiramiz. Va do'stlar, menga yana bitta kuchugam sovg'a qilishdi. Hozir sizlarga xonalarni ko'rsatib chiqaman. Xohlasangiz bag'lab kirasiz. Assalomu alaykum janob Drix. Yaxshimisan Felix? Da yaxshi. Bu yoqda hali bitgani yo'q. Yaqinda qurilib bitiriladi bu yoqga devor. Ammo menga yaxshamki bitta xona bitgan edi. Shu xonani menga berishdi va do'stlar mana hattoki menga xullas mana shunday kuchuk sovg'a qilishdi. Raker. Judayam yaxshi noma do'stlar. Va sandig'im, ozgincha pulim bor. Va do'stlar, biz fermaga qarab kelishimiz kerak. Stop, janob mer telefon qilibdimi? Yangisini bilan. Assalomu alaykum janob mer. Ahmoq Felix, qachon fermangni qaraysan? Yangi uyga bekor ko'chiribman seni. Ko'chaga chiqarib qo'yaman. Hozir qarayman. Do'stlar, nima qilamiz endi? Sizlarga ko'rsatib qo'yay. Mana bu yoqda esa bizning katta dona basseynimiz bor. Do'stlar, men endi mana shundan o'zimni tashlayman desam ishonmayapsizlar-da. Bu yoqdan o'zingizni tashlasangiz juda ham yomon bo'ladi. Past judayam qo'rqinchli. Yo'q! Jinsin Felix uyg'on. Dilxon bo'lganga nimaga raqdan tushib ketding? Jin ursin. Yomon tushibman. Mana bunday ishga kech qolyapman. Rahmat jiddilar meni uyg'otib qo'yganingiz uchun. Do'stlar, la'natim, men ishga kech qoldim. O'sha voy fermalarni o'sib ketgani. Stop. Bu yoqda kim bunday qildi? Lekin issiq ekan-chi, mayli. Mana fermalarga qaraymiz. Janob mer har doimdek ko'prik oldiga turib olgan do'stlar. Yomon tushdim, lekin qanday? Jiddilar meni uyg'otdi, men uyg'ondim. Ayog'imga yaxshi siqilgan, axir bu Minecraft-ku. Unda xavotir olmang do'stlar, men o'lmayman. Ko'p yashayman hali. Sabzilar, chiroyligina sabzilar takoy turibdi. Do'stlar, uyimni olib qo'yishdi, ya'ni yaqinda. O'sha uyim qulib. Qana eski uyim tepasidan turibdi. Coca-Colalarim yaqinda achib otilib ketadi. Janob merga aytib ularni oldirib qo'yishim kerak. Bo'lmasa juda ham yomon bo'ladi. Bular aynib otilib ketsa uyni rasvos chiqadi tomini. Keyin menga tozalattiradi. Men bunday qilishni xohlamayman. Lekin o'za qilishimiz kerak. Janob merdan uyni ochishga ruxsat so'rayman. Kirkamizni ochamiz yoki uyni teshib kiramiz ana tepadagi reshotkasini. Endi esa bu yoqqa ekishni boshlaymiz. Okey. Do'stlar, kanalga shunchaki obuna bo'ling. Yaxshiyamki bizani tezroq yana 130 ta qilibsizlar. Endi esa tezroq 150 ta bo'lishimiz kerak. Keyin esa 200 taga harakat. Bir do'stlar, yaxshigina ekib olayapman. Do'stlar, mana bu yoqda qishloqdan bu uyimdan ketishimdan oldin bitta video olgandim, lekin u videoni qo'ymadim. Rasvo video chiqdi do'stlar. Bilmayman, obunachim bilan video olgandik. G'alati video chiqdi, ammo hech qisi yo'q. Yaqinda yaxshiroq videolar olishga harakat qilaman. Obunachim meni serverimga kirdi, maza qilib qishloqda ulandik. Ikkita yetmaganini chelanadi. Janob merga eson-omon hammasini tashlab kelishim kerak. Nimagani 57 ta chiqibdi? Nima bizda hosil yaxshi bermayaptimi? Shunda eng ko'p sabzi chiqdi bir safar.
lekin kartoshka ekmayapman. Yaxshi. Kartoshka ekmasam ham yaxshi bo'ladi. Tak mana jo'ran to'g'rilab qo'y, rasos chiqibdi qishloqni. Ana bu yerni ham to'g'rilab qo'yishim kerak. Bilmasam endi tak. Janob merga tashib kelishim kerak. Mana bitta blok olay. Nice bro. Janob mer qani? Xudoga shukr, janob mer ketarkan u yoqdan ham. Yerni oqtaraylikchi, yo uyimga ketdimikin? Janob mer, qayerdasiz? Aylanib yurgan shekilli. Mana ekan janob mer, to'xtang. Narsalarni sizga olib keldim, mana oling. Rahmat Felix, sen nima bo'lib ketdi? Voy, janob mer, uyimni tepasida Coca-Colalarim qolib ketgan. Iltimos tepamni yig'ishtirib qo'ying. Narsalarimni xo'p, tezroq bo'l faqat. Okey. Nice, lekin uyimni ochishim kerak. Uyimni ochishim uchun tepaga chiqishim kerak. Mana shotkani ham sindirishim kerak. Tezroq uyga borib, instrumentlarim bor. Instrumentlarimni borib kelishim kerak. Mana do'stlar, bizning kattagina binoyimiz. Va do'stlar, ana bu uyga men taxta qo'yib qo'yishim kerak. Umid qilamanki, bor. Uyimning ichida taxtalar bor. Eski uyimning ichida. Qalaysizlar, jitilar, yana bir bor salom. Tezroq bo'lishim kerak. Qayerga shoshilyapsan, Felix? O'zim. Jitilar, qalaysiz? Tezroq, davay. Xolam o'tib ketdim. Kuchugimni o'zim bilan olib yuray. La'nati. Короче, narsalarni olaman. Vaqtga shartpas. Kattaga kelamiz, chiq. Bo'la qol. Chiqib qolarsan o'zing, короче. Hadi bilmasam nima qilishimiz kerak, короче. Raker, yaxshi, Raker. Kattaga orqamdan yur, kuchukcham. Biz tezroq borib kelishimiz kerak. Tak, instrumentlarimiz ishlaydi. Do'stlar, bu ham obunachimni uyi. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa temirli ishi qo'yib qo'yganmiz. Tak, Raker suvga tushmak. Shalabbo bo'lishi mumkin. Tak, do'stlar, ana uyim. Men tezroq borib, ishni ochishim kerak. Va do'stlar, ichida bloklar bo'lsa, blokimni olardim. Tak. Sigir. Ishingni buzamiz. Mana qatib qo'ygan hozir ochdim-ku. Kela qol, Raker. Do'stlar, ishingni ochamiz. Yo'q do'stlar, taydan buzish kerak. Shuni qilaylik. Mana shunday ishi buzildi. Tak, kompyuterim chiroqlar o'chirganman-da. Rostdan ham bir stak blok va tosh bor ekan. Bularni olamiz. Raker olamizdim. Raker, qanasan? Bitta buni qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa aylanadigan bo'lsa kerak. Tak, shotkani buzamiz va do'stlar, mana suv isrof bo'ladi. Shuning uchun buni nima qilishim kerak? Suvni ne qilib bo'ldi, bu narsalar o'chdi. Короче, mana chiroqlarni ham o'chirib ketishim kerak. Siniqlar tushyapti. Oyog'imni kessa yomon bo'ladi. Stol turaversin, hech qanday narsa bo'lmaydi. Mana do'stlar, Coca-Colalar achib ketgan bo'lsa, lavaga emas, mana yerda oldin podvalim bo'lgan. Podvalga qo'yib qo'yaman. Tak. Bularni olamiz. Shuncha narsaga. Shuncha harakat, endi mayli. Podvalim bor. Podvalni bilmaydiganlar sizlarga ko'rsataman. Mayli, bularni ham olib qo'yaveray. Nima qilaman ortiqcha narsalarni? Tak. Axir uyimni tepasi toza tursin degan janob mer. Mayli, endi nima ham derdik. Endi esa bu uy bizniki emas. Tikana shuncha xotiralarda. Короче, narvonni olib qo'ymayman, turaversin. Jabini qo'yib qo'yaman. Podvalga tezda tushib chiqaman. Davay. Okey, do'stlar. Podvalni qilib hali ham mana shu narsalarni solib tashlayman. Mana stollar. Okey. Bularni ham solib qo'yaman. Siniqlar bo'ldi. Bularni o'zim bilan olaman ta'mirga. Bo'ldi, hammasi chotki.
Endi esa ishingni yopib chiqib ketsam bo'lgani. Endi hammasi cho'kib yopib qo'yaman ordongidek. Mayli do'stlar, pozvalimni hech kim bilmagan ma'qulroq. Roger, qayerdasan? Roger? Nima, yana darrov suvga tushib keldingmi? Ha, mayli. Endi esa uyga ketdik. Roger, tak. Endi esa birga Roger bilan do'stlar uyni ta'mirlaymiz. Tezroq Roger, bo'l. Kech qolyapmiz, axir ta'mirlash kerak. Ta'mir ish. Короче, blokni inventarini olaman. Jitellar, yana bir bor salom. Roger, bo'la qol, tezroq yugur. Keyin qurinaverasan, o'zim qutib qo'yaman. Tak, do'stlar, mana bu yerni olib tashlaymiz. Aylanib kelishini kuchugimni. Eng zo'r kuchuk san, kira qol. Roger, bo'l tezsiz. Roger, kira qol. Chiq qishloqqa, senga yordam beryapman. Roger, o'tiruvni o'ldirib qo'yding. Roger, nima qilyapsan? Yana sotuvchiga tashlama, urib qo'ysam, la'nat. Tappalasini chiqarib yuborasan-ku. Короче, la'natni shetga chiroq qo'yadimi? Mayli, endi chiroqni buzgim kelmayapti. Mayli, hech qisi yo'q. Bo'ldi, odamgarchilikda bo'lib turadi. Bu xonaga keyin chiroq qo'yishar. Men bu xonada ishim yo'q. Yoriq tursin deyapman xolos. Odam kirganda ko'rgisi kelib. Tepada esa do'stlar bizani xona turibdi. Eng chiroyli uylardan biri. Tak, va la'natni nimaga qo'yib yuboryapman. La'natni judayam sevdim shunday qilishdan borib. Bo'ldi, Roger bu yoqda. Hozir matni yopib qo'y. Roger, bo'ldi, bu yoqda ishimiz qolmay. Roger, qarasan? Manimcha tepaga chiqib ketdi do'stlar. Tepada ko'proq o'ynash yaxshi ko'rardi. Roger, eshik ochiq, kirishing mumkin. Tak, bloklarni taxlab qo'yamiz. Yaxshi, Roger kirdi. Endi esa seni joyingga o'tirg'izib qo'yaman. Rogerga gilamchi olishimiz kerak do'stlar. Rogerga gilamchi olishimiz kerak. Tak. Uni do'stlar gilamchi xarid qilamiz, ya'ni tak, kompyuterga o'tiraychi endi birozgina. Tak, okey. Kompyuter, Wow, do'stlar, Oppo'dan bor ekan, ikkita gilamchi xarid qilamiz. Kelgandan keyin esa kamerani yoqaman. Bu Rogerga yoqishi mumkin. Roger, kuchukcham, senga mana gilamchi olib keldim. Endi esa Roger, tur, iltimos, tur, qochib tur. Roger, mana bu seni joyingga solib beray. Mazza qilib uxlaysan. Hech qaysi kuchukda mendek boqolmaydi. Sen eng chotki odamni. Roger, menga qara. Roger. Bo'ldi, mana shunday tursang bo'ldi, kuchukcham. Agar non yemoqchi bo'lsang beraman. Tak, bu gilamchalarni solib qo'yamiz. Tak, non yeysanmi? Yo'q, menimcha non yemish kerak. Okey, non yemas ekan, qorni to'q ekan. Tak, kuchukcham, biram yo'q ketibsan-ki menga. Bola, video shu joyda tugaydi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Felix bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.